aka, Ha? trading kurslarida o'qiysizmi? Ha? Kiring o'qitaman. Mashqa silib qo'ying. Agar natijaga chiqmasangiz, pulingizni qaytarib beraman. Qanaqa qilib jinomisizlar? Ham o'qitasizlar, ham pul qaytarib berasizlar. Shunaqa? Qancha? 5 million 200. Qimmat ekan. Ya, aka, bu pulni ichiga nima kiradi, aka? 1,5 oy nazariya, 1,5 oy amaliyot, plus men sizga 200 dollarlik real balans beraman va o'sha real balansingizda siz bilan birga qo'shilib savdo qilaman. Ham 200 dollar balans qilib berasizlar. Ham men bilan birga o'tirib savdo qilasizlar. Qanaqa qilib jinomisizlar? Undan tashqari hamma aytgan gaplarim o'zaro tuzilgan yuridik kuchga ega bo'lgan shartnomada belgilanib ketadi. Bu degani 100% kafolat. Qanaqa shartnoma hop? Ha, yuring ko'rsataman. Deyo, men bitta narsa tushunmayapman. Nimaga tushunmaysiz? Mana qanaqa qilib aldamoqchisiz? Biz sizni aldamoqchi emasmiz, aka. Jinomisizlar? Mana aka, bu bizning coworking xonamiz. Bu yoqda amaliyot bo'ladi. Nazariyadan keyin amaliyot paytida o'quvchilarimiz ustozlar bilan birgalikda xudo xolasa natijaga chiqishadi. Bu yerda natijaga chiqishmasa kerak. Yo'q, aka, natijaga chiqamiz. Vashi jin ekansizlar. Numinor onlayn potok ochildi. Raqamlarni bilasizlar.